Men oilada katta farzandman va bu degani ota-onam qatorida men singlim hamda ukamning tarbiyasi bilan shug'ullanaman. Va shu bois ularga qanaqa hayotlik tayyorlab qo'yganimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ukam hozir shunaqa yoshdaki o'qi degan kitobimni o'qiydi. Lekin kichkina bo'lgani uchun ko'pincha o'qigan narsalarni ma'nosini tushunmaydi. Birinchi kitob bu bizda dunyoda tan olingan 20 ta shaxs. Xuddi shu kitoblarning bizda o'zbek tilidagisi ham bor. To'g'risi ichidagi rasmlarni ko'rib men o'zim o'qigim kelib ketdi. Hozir ko'p bolalar telefonda o'tirgani kabi meni ham ukam xuddi shunaqa. Aynan shunaqa bolalar uchun o'ta ta'sirchan bolalar uchun ertak, ya'ni bu yerda bitta ertak ham rus hamda o'zbek tilida kelgan. Illyustratsiyalarga alohida kommentariy berish kerak. Keyingi kitob bu meni bolaligimning orzusi. Bilsangiz, multiklarda har bir idealniy oilada shunaqa katta kitobda ota-onasi ertak o'qib berayotgan bo'ladi. Va endi xuddi shunaqa gigantskiy kitobni men ukamga o'qib beraman. To'g'risi singlimga kitob tanlash ancha qiyin bo'ldi, chunki u ukamdan farqli o'laroq kitob tanlaydi. Menga o'xshab hech qachon yoqmagan kitobini ham oxirigacha tugatmagan. Ham ko'p o'smirlarga o'xshab Janubiy Koreya madaniyatiga qiziqadi. Bu kitoblar aynan shunaqa tematikada bo'lgani uchun kichkina bo'lgani sababli o'qilishi juda ham oson. Birinchi kitobni o'smirlarga mos deya olaman, chunki bu qizning o'ziga yarasha qanaqadir muammolari bor va u muammolarini hech kim bilan bo'lishmaydi, lekin shu joyda uni aynan shu mushuk tinchlantirishga keladi. Keyingi kitob bu soat 6 da ochiladigan sehrli restoran. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek drakonlar yig'ilib har xil mistik hodisalar ro'y beradi. Keyingisi kitob do'koni haqidagi kitob. Aynan shu tarzdagi kitoblar meni kitob o'qishga motivatsiyamni ko'taradi. Keyingi kitob triller detektiv bo'lib, juda ham emotsionalniy va siz bu yerda Pipa degan qiz bilan ichida har xil yozishmalar orqali qotillikni oshkor etasiz. Umid qilamanki, bu kitoblarning barchasi o'qiladi. Izohlarda siz ham opa-ukangizni belgilab, qaysi kitob xohlashingizni yozib qo'ying.